Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun qurish va migratsiya mashinalarini ishlatish fanidan navbatdagi ma'ruzani o'tamiz. Ma'ruzaning mavzusi: qurilish va migratsiya mashinalarini ishlatishni tashkil qilish asoslari va ularning tahlili. Bu bo'yicha demak quyidagi rejani tuzib olganmiz. Quyidagi rejani: birinchisi, mashinalarni ishlatuvchilar haqida ma'lumotlar; ikkinchisi, mashinalarni vaqt bo'yicha ishlatish; uchinchisi, mashinalardan ishlab chiqarishdan foydalanish; to'rtinchisi, mashinaning ish rejimlari va beshinchisi, mashinalarni ishlatishning tannarxi. Endi mana qurilish va migratsiya mashinalarini ishlatuvchilar kimlardir? Masalan, irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi yoki irrigatsiya tizimi boshqarmasi, gidrogeologiya migratsiya ekspeditsiya yoki bo'lmasa mana qurish montaj boshqarmalari, ya'ni qurish montaj boshqarmalari. Undan tashqari migratsiya va boshqa suv xo'jaligi ishlarini bajarishga mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan davlat unitar korxonalari, mana bular bevosita qurish va migratsiya mashinalarini ishlatuvchilar hisoblanadi. Endi qurish va migratsiya mashinalarini ishlatuvchilarga rahbarlik qiluvchi organlar kimdir? Bu yerda endi vazirlikdan bevosita vazirlik qo'l ostidagi tashkilotlar, trestlar, birlashmalar, viloyat boshqarmalari. Endi mana qurish va migratsiya mashinalarini ishlatuvchilarning vazifalari o'sha birlashmalar va trestlar, ya'ni irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi, irrigatsiya tizimi boshqarmasi, migrativ ekspeditsiya, duklar, davlat unitar korxonalari va qurilish boshqarmalari, qurilish montaj boshqarmalari. Endi qurilish va migratsiya mashinalarini ishlatish va ta'mirlash xizmati migratsiya mashinalarini ishlatish va ta'mirlash xizmati barcha texnikalarining butkul ta'miri, yillik rejalarini tuzish, ularni ta'mirlash zavodlari bo'yicha taqsimlash, hisobga olish, ularni taqsimlash, yana me'yoriy hujjatlar bilan ta'minlash ishlarini tashkillashtiradi. Bu bevosita birlashmalar va trestlar. Endi davlat unitar korxonalari va qurilish boshqarmalarida esa mashinalarni ishlatish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlashning rejali ogohlantiruvchi tizimini qo'llash asosida ularning to'xtatmasdan ishlashini ta'minlash, avariyaviy holatlarni oldini olish, mashinalarning ishini hisobga olish, oylik, kvartal, yillik ish grafiklarini ishlab chiqish va uni bajarishni nazoratga olishdan iborat bo'ladi. Endi mana mashinalarda vaqt bo'yicha va yillik ish rejimlaridan foydalanish, ya'ni mashinalarda vaqt bo'yicha yillik ish rejimlaridan foydalanish, tahlil qilish, trestlar, qurish korxonalari va birlashmalar me'yoriy va rejali rejimlari asosida mexanizatsiya ishlarida qurilish va migrativ mashinalarni ishlatish haqidagi chorakdagi hamda yillik hisobotlar asosida amalga oshiriladi. Demak, tashkilot va korxonalarda migrativ va qurilish mashinalarini ishlatish va ularning tahlili ma'lum guruh mashinalar va butun park bo'yicha amalga oshiriladi. Endi bu yerda mana qurish va migratsiya mashinalarini ma'lum guruhlar bo'yicha ishlatish tahlili ulardan hisobot davrida haqiqiy foydalanganlik darajasini aniqlash imkon beradi. Buning uchun quyidagi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Ya'ni mashinalarning o'rtacha ro'yxatdagi soni, haqiqiy ishlagan o'rtacha ish kunlari soni, mashinaning bir sutkalik haqiqiy ish vaqti, undan keyingisi haqiqiy smenali koeffitsiyenti, mashinaning o'rtacha yillik haqiqiy ish soatlari soni, yillik ish rejimini bajarish ko'rsatkichi, mashinaning vaqtdan foydalanish koeffitsiyenti, kalendar vaqtdan foydalanish koeffitsiyenti. Endi misol o'rnida keltirilgan ma'lumotlar quyidagicha tahlil va xulosalar chiqarish imkonini beradi. Masalan, mashinaning o'rtacha ro'yxatdagi soni, mana misol bo'yicha mana shu slaydda keltirilgan haqiqiy o'sha bitta mashina misolida keltirilgan, bitta park misolida keltirilgan. Endi mashinaning ish rejimi deganda nima tushunamiz? Mashinaning sutkali, smenali va yillik ish rejimlari bo'ladi. Smenali ish rejimda smena vaqti soat va minutlarga taqsimlanib, bu vaqt oralig'ida mashina o'zining asosiy funksiyasini bajaradi. Ulardan foydalanish jarayonida ma'lum sabablarga ko'ra ishlamay qoladi. Mashinalarning smenali ish rejimini ishlab chiqishda quyidagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sabablar hisobga to'xtab qolishlar inobatga olinadi. Mana birinchisi konstruktiv texnologik demak sabablar, ikkinchisi texnologik sabablar, uchinchisi tashkiliy sabablar, to'rtinchisi meteorologik sabablar, ya'ni ob-havo, beshinchisi operatorlar mehnati va dam olishi bu sabablar. Endi bu yerda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yuqorida sabablar hisobiga mashinaning smena ichida toza ish vaqti quyidagicha aniqlanadi. Bu yerda
toza ish vaqti mana shundan kelib chiqadi. Hozir sabablarning hammasi mana smena vaqti bo'ladigan bo'lsa 8:12 soat. O'shanda mana bu ketgan minutlarni ajratib tashlasangiz haqiqiy toza ishlagan ish vaqti kelib chiqadi. Ish vaqti kelib chiqadi. Bu shu bo'yicha, shu formula bo'yicha hisoblanadi. Endi bu yerda mashinalarning smena ichida ish vaqtidan foydalanish koeffitsiyenti har smenadan so'ng aniqlanadi. Bu yerda mana n suratdagi ko'rsatkich kuzatilgan mashinalar soni yoki ishda bo'lgan mashinalar soni bo'lsa, mahrajdagichi esa naryadda bo'lgan mashinalar soni. Kuzatilgan mashinalar soni masalan 10 ta bo'ladigan bo'lsa, naryadda masalan shu 9 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Aynan naryadda masalan 9 ta emas, masalan 12 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana o'shandan shu haqiqiy ish vaqtidan foydalanish koeffitsiyenti kelib chiqadi. Endi mashinalarni yillik yoki bo'lsa chorakdagi ish rejimlari ish vaqtining soatlari va sutkalarida o'rnatiladi. Mashinaning yillik ish soatlari soni quyidagi bilan aniqlanadi. Bu yerda masalan quyidagi formula bilan mashinaning yillik ish kunlari soni. Mashinaning yillik ish kunlari soni hisoblashda bayram va dam olish kunlari, ahvolga bog'liq bo'lgan kunlar, tashkiliy ishlarga bog'liq bo'lgan kunlar, texnik xizmat ta'minlashga ketgan kunlar hamda ko'chirishga sarflangan kunlar hisobga olinadi. Demak, mashinaning yillik ish kunlari soni quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi mana. Endi undan tashqari mana qurish migratsiya mashinalarining turli sabablar ko'ra ishlamay qolishlarining taqsimoti. Mana konstruktorlik holatlari hisobiga masalan 15-20% bo'lar ekan. Texnologik xatolar hisobiga ko'ra 5-10%. Ishlatishdagi xatolar hisobiga esa 5-10% bo'lsa, tabiiy yeyilish va zanglash hisobiga esa 40 dan to 75% gacha demak o'sha sabab bo'lar ekan ishlamay qolishga. Endi undan tashqari bu yerda yana mana texnik foydalanish darajasining mashinalarning nuqsonsiz ishlashiga ta'siri. Bu yerda ahamiyatli nuqsonlar soniga bog'liq mana nuqsonlar soni hamda texnik foydalanish darajasi. Mana shu bog'lanishlar orqali demak buni grafik mana shunday kelib chiqadi. Nuqsonlar soni shu grafik berilgan. Endi mana tajribalar va ekspertlarning bergan bahosi shuni ko'rsatadiki, qurilish va mehnat mashinalarini ishlatish jarayonida sodir bo'ladigan nosozliklar va sinishlar asosan 90% holatlarda ulardan noto'g'ri foydalanish va zavod tayyorlovchilarining tavsiyalariga rioya qilmas oqibatda yuzaga kelar ekan. Mana foydalanish jarayonida eng ko'p uchraydigan nosozliklar. Mana birinchisi gidravlik tizimida bo'lar ekan, ikkinchisi gaz taqsimlash mexanizmida, uchinchisi ish qismlarining qiyshayışı yoki bo'lsa sinishi va to'rtinchisi sifatsiz yonilg'ini hisobidan yuqori bosim nasosining ishdan chiqishi hamda mana beshinchisi yuqori bosimli may o'tkazishning yorilishi. O'sha sababli demak shunday nosozliklar uchraydi ekan. Undan tashqari yana mana mashinalarda sodir bo'lgan nuqsonlarning operator yoshiga bog'liq bo'ladi. Mana nuqsonlarning o'rtacha demak soni hamda operatorning yoshi. Mana 16 dan 25 yoshgacha, masalan 26 dan 35 yoshgacha, 36 dan 45 yoshgacha, mana 46 dan 55 yoshgacha, 56 dan masalan 65 yoshgacha bo'lganda mana qancha o'sha dinamika ko'rsatib turibdi. Yoshga bog'liq ham yosh paytida, yosh bo'lgan paytda albatta qancha oshib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda demak qandaydir ma'lum bir o'rta yoshga kelganda masalan u nuqsonlar kamayar ekan va yoshi ancha ulug'ga borganda, lekin o'rta yoshdan yuqori bo'lgan paytda ham uni ancha o'zgarishlar bo'lar ekan mana dinamikada. Endi mana mashinalarda sodir bo'ladigan nuqsonlar operator stajiga, ish stajiga bog'liq. Ya'ni operator mana nuqsonlarning o'rtacha soni hamda operator 1-2 yillik tajribaga ega bo'lganda qanday, 3-5 yillik tajribaga, stajga ega bo'lganda qanday, hamda 6-10 yilda qanday bo'ladi, hamda 10 yildan yuqori bo'lganda mana o'sha deyarli demak nuqsonlar soni o'sha stajga bog'liq ravishda. Chunki bu yerda ko'rinib turibdiki, albatta ish staji qancha yuqori bo'lgan sayin uning tajribasi, malakasi, ko'nikmasi ortib boradi. Albatta shu xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilib ishlaydi. Shuning uchun albatta bu ish stajiga juda ham bog'liq. Endi bu yerda mana mashinalardan foydalanish qiymati, ya'ni mashina ishining tannarxi undan smena yoki yil davomida samarali va jadal foydalanganlik darajasiga bog'liq. Mashina ishining tannarxini undan 1 soat davomida foydalanish qiymatini
obyektda bajargan soatlar soniga ko'paytirish yo'li bilan aniqlash mumkin. Ya'ni bu yerda mana shu quyidagi formula berilgan. Birinchi formula bu yerda S mashina deganda mashina ishining tan narxi, S 1 soat degani mashinadan 1 soat davomida foydalanish qiymati. Endi mana minimash lizing servis mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan melioratsiya texnikasi, ya'ni qurish melioratsiya mashinalari va boshqa mexanizatsiya vositalariga texnik va servis xizmat ko'rsatish uchun tovarlar, ehtiyot qismlari va o'tlovchi buyumlar xarid qilish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, masalan, melioratsiya texnikasiga texnik va servis xizmat ko'rsatish uchun O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan tovarlar, ya'ni o'sha detallarmi, buyumlar, ehtiyot qismlari, o'tlovchi buyumlar shu korxona tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan ro'yxatlar bo'yicha mahalliy tovarlar, ehtiyot qismlari va o'tlovchi buyumlar esa lizingga beruvchi tasdiqlaydigan ro'yxatlar bo'yicha demak olib kiriladi. Mana o'rtoqlar, bu ma'ruza bo'yicha qisqacha ma'lumot o'sha. Endi yana buni to'ldirish uchun quyida adabiyotlar ro'yxati keltirilgan, shu yerda olishingiz mumkin. Agar unda ham ma'lumot kam bo'lsa, ana o'qituvchining elektron manzili va ma'lumotlari berilgan, shunga murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.